Qarang, oramizda shunaqa mo'jiza yarata oladigan insonlar bor va men bittasini topdim. Shunday bitta duosi bilan reanimatsiyada yotgan, bo'ldi endi hammasi tamom deyilgan insonni palatagacha chiqishiga sababchi bo'lgan. Va duoingizni ijobatliligini siri nimada deb ulardan bitta sirni eshitdim va sizga ham aytmoqchiman. Shu sirga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz videoni oxirigacha ko'ring va boshqalarga ham ulashib qo'ying. Axir kimdir "Ya Xudoyim" desa "Labbay" deyishini xohlaydi hamma. Xullas, menga bir tanishim aytib qoldi. Otam reanimatsiyaga tushib qoldi. Juda og'ir holatda, shifokorlar apparatdan uzsak, tamom, yetgan joygacha yetadi. Qo'limizdan kelgani shu dedi. Yo'lda ketyapsam, bir inson shunday zot bor, borib duolarini oling deydi. Shu insonni topib bordim, duolarini oldim va buni qarangki, hali ularni uydan chiqib chiqmasimdan opam telefon qilib, "Otamning holi yengillashdi" dedi. Ertasi kuni keyin ularni reanimatsiyaga olib bordim ixlos bilan. "Qayerga aytsangiz boraman" debdi u kishi ham. Borib hammani duo qildi, otamni ham xosatan duo qildi va buni qarangki, hali otaxonni uyiga yetkazmasimdan turib, opam telefon qilib, "Otamning holati shunaqa zo'r bo'lib qoldi, shifokorlar hozir reanimatsiyadan palataga olamiz" deyishyapti. Bundan hayratga tushib yig'ladim. Keyin men shu insonni topsam bo'ladimi deb topib bordim. U paytda 80 ga yaqinlashib qolgan ekan, hozir 80 dan o'tgan. Xonadonlarga shunday kirdim. Nurini ichiga shunday cho'kib ketasizda haligi zotni. Terisi suyaklariga yopishgan, yerga qarabgina yuradi. Oppoqna soqollari bor. Keyin nasihatlar qildilar, fikrlarini tingladim va duoingiz ijobat bo'lishini bitta sirini ayting deb sirini so'radim. Sizga aytaman dedi. Men hattoki ko'cha-ko'yda droja solib tayyorlangan nonni yemaganman. Uyda ayolim xamirturush qilgan, xamirturushdan non tayyorlardi. Shu nonni qotirib yonimga olib yurardim va izdihom maraka marosimlarga borsam ham uzrliman-da deb turib faqat shu nonni yeganman. Uyda bebismillo tayyorlanmagan ovqat yerdim. Qozonga ham faqat bismillo bilan yoq qo'yilardi. Ovqat pishguncha yaratgani zikri bilan band bo'lardi ayolim. Kiyimim pokiza bo'lgan. Tan pokligi, kiyim pokligi, xalqumni pokligi va qalbni pokligi qo'lingizni shunday ochishingiz bilan yaratganga siz yaqinlashtirib qo'yadigan omil ekan. Va o'zingiz ham farzandlaringiz ham ko'chadan ovqat yeyishni to'xtatinglar-da dedi. Uyda tayyorlab ovqat yeyishni boshlanglar-da, o'zingizlar shunday o'zgarish bo'layotganini sezasiz. Bolangiz dedi 14 kunlik oyda yarq qaytib ko'zingizga ko'rinadigan bo'lib qoladi dedi. Qani endi hozir buni qilish ilojisi bo'lsa men uchun, ammo qilsa bo'ladigan ish, to'g'rimi? Shuni bir challenge qilsak bo'lar ekan. Nima dedinglar? Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Telegram kanalimda balki birgalikda challenge qilarmiz. Telegram kanalimga a'zo bo'lishni bilasizlar, yuqorida havolaga bossanglar, o'tib ketasizlar. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin yana bir bor. Hammaga nasib qilsin, duosi ijobat bo'lishi.